Azizlar, sizlar bilan limbik sistema haqida gaplashib o'tamiz. Demak, limbik sistema nima? Limbik sistema bu tanamizdagi emotsiyaga, uzoq vaqtli xotiraga, hidlovga va xulq-atvorga hamda avtonomik nerv sistema funksiyalariga javob beruvchi sistema hisoblanadi. Ya'ni, nerv strukturalari yig'indisi hisoblanadi. Nimadan tashkil topgan gipokampusdan. Mana bu yerda rasmda, mana bu joydan a amigdaladan, mammillary bodys'dan, anterior thalamic nucleidan, ya'ni oldingi talamik nukleus yadrosi, cingulate gyrusdan mana bu yerda ko'rsatilgan. Xo'p, entorhinal korteksdan tashkil topgan bo'ladi va mana shularga javob beradi. Ya'ni, o'sha xulq-atvor, ya'ni, feeding deyapti, ya'ni hidlovga, a flying albatta o'sha flying adashmasam qochish degani edi. Fighting o'sha urushish, feeling his-tuyg'u, seks bu o'sha jinsiy paytdagi a va unaqa jarayonlarga javob beradi. Ana endi dopaminergic pathways, dopaminni o'tish yo'llari asosan 4 ta o'tish yo'li bor. Birinchi, ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi bo'lsa, birinchi yo'l bu mezokortikal yo'l. Rasmga qaraymiz va mana bu mezokortikal yo'lda bizda ko'k rang bilan berilgan eng uzun yo'llardan biri hisoblanadi. Ventral tegmental areadan boshlanadi. Mana bu rasmda segmental areadan boshlanib turib, u prefrontal korteksga boradi azizlar. Prefrontal korteks mana frontal peshona soha bo'lsa, peshonadan oldingi sohaga boradi. Xo'p, keyingi yo'l bu mezolimbik yo'l. Mezolimbik yo'lda bizda qizil rangda ifodalangan va bu qizil rang o'sha eng qisqa yo'llardan biri hisoblanadi. Nucleus accumbensga boradi. Va bu ikkosini vazifasi, funksiyasi mezokortikal bilan mezolimbik yo'lni funksiyasi motivation and reward, ya'ni motivatsiya hamda rag'batga o'xshagan narsani shu jarayonda bajarib turadi. Agar mezokortikal yo'lda aktivligi pasaysa, negativ simptomlar yuzaga kelishni boshlaydi. Mezolimbik yo'lda aktivligi oshsa, pozitiv simptomlar yuzaga kela boshlaydi. Mezokortikal yo'lga antipsixotiklarda, ya'ni antipsixotik moddalarda ta'siri juda kam hisoblanadi. Mezolimbik yo'lda mezolimbik yo'l antipsixotik moddalardan, ya'ni antipsixotiklarni shu primary therapeutic, ya'ni birlamchi ta'sir nishoni hisoblanadi. Keyingi yo'l, keyingi o'sha negrostrial yo'l, ya'ni substansiya nigradan, ya'ni qora substansiyadan dorsal striatum, ya'ni bazal gangliyani dorsal striatum degan qismiga boradi va o'sha sabz rangda berilgan bu yerda. Vazifasi nima desa, motor kontrol, ya'ni harakatni shu kontrol qilib turadi. Agar uni aktivligi kamaysa, bizda ekstrapiramidal simptomlar yuzaga keladi. Chunki bazal gangliya bizda piramidal shu harakatda boshqarib turadi. Ya'ni ekstrapiramidal yo'l hisoblanadi. Mana bu yerdan mana bu yerga boradi. Xo'p, endi nima deyapti? Parkinsonda va shu antipsixotik moddalarda ta'siri shu yo'lda significantly, ya'ni sezilarli darajada. Keyingi yo'l bu tuberinfundibular, ya'ni bu gipotalamusdan pituitariga boradigan qisqa yo'llardan bittasi va buni vazifasi regulation of prolactin secretion, ya'ni prolaktinni sekretsiyasini nazorat qilib turish hisoblanadi. Va bizda agar dopaminni vazifasi prolaktinni bloklash hisoblanadi. Agar dopaminni yo'lida qanaqa mana shu tuberinfundibular yo'lida qanaqadir muammo bo'lsa, aktivligi kamaysa, prolaktin sekretsiyasi bizda oshib ketadi. Xo'p, bu ham o'sha antipsixotik moddalardan, ya'ni antipsixotik moddalardan
sezilarli darajada ta'sir oladi. Azizlar, mana shu bizda dopaminergik pastvey hamda limbik sistema haqida o'tib gaplashadigan qisqacha mavzuyimiz edi. Albatta, xato va kamchiliklar uchun uzr so'rayman. Albatta, mavzuni qayta o'rganib, o'qib mustahkamlab olasizlar degan umiddaman.